Salom qizlar, bugun men sizlarga andijonlik qizimiz zakaz qilgan sarpasetlarni arzon qilib bermoqchiman. Qizimiz mening abadoklarim, diademalarim rosa ham chiroyli bo'lsin, hammadan ajralib tursin deganliklari uchun birinchisiga shunaqa oq abadokni zakaz qildilar. Buni hattoki to'y kuni taqsangiz ham juda ham chiroyli turadi. Bu abadokni ishlashda mayda metrajli toshlardan foydalanganmiz. Taqqaningizda juda ham yaltillab turadi. Keyingisiga esa shunaqa rozoviy kapalakchali abadok zakaz qildilar. Bu abadokimiz hamma kiyimlar bilan tushib ketaveradi. Undan keyingi abadokimiz esa shunaqa bug'doylik, ko'k abadok bo'lib, havorang ko'k abadok bo'lib, toshlari ham juda ham chiroyli chiqdi. Nechta zireylari bilan yasab berdik. Bilasizlar qizlar, men har bitta yasab bergan abadokimga zireylarni podarkaga qo'shib beraman. Qizimiz esa opa, qizga kiyimlarim ko'p, shunga shunaqa qizil abadok ham yasab bering dedi. Bu abadokimiz shunaqa shisha ko'zli toshlar bilan ishlangan bo'lib, zireylarni ham o'ziga moslab chiroyli qilib yasab berdik. Opajon, bizda to'y kuni nikoh qilayotgan vaqtda shunaqa hijob o'raymiz, o'shanga mos chiroyli hijob bilan taqiladigan abadok ham qilib bering dedi. Biz shunaqa oq abadokni qilib berdim. Bu abadokimiz o'rangan va o'ranmagan qizlarimiz uchun birdek to'g'ri kelib ketaveradi. Bu abadokimizga ham shunaqa zireylarni o'ziga moslashtirib chiroyli qilib qo'shib berdik. Bundan keyingi esa bizda bittagina julitka yetishmayapti. Shunaqa qizil julitkali do'ppicha tanladi. Buni gullari, har bitta narsasi, aksessuarlari qo'l mehnati bilan o'z qo'llarim bilan yasaganman. Juda ham taqqanda chiroyli turadi. Bu julikamizga moslab shunaqa zireylarni qo'shib berdik. Sarpasetimizni narxi qancha bo'ldi deb o'ylaysiz? Kommentariylarga yozib qoldiring.